ko'rib turgan mahsulotingizni qanday qilib reklama qilib sotmoqchisiz? Qarab turing. Videoda 3 sekund ushlab berish kerak. Bugun sizlar bilan shuni ko'rib chiqamiz. Videolaringiz topga chiqish uchun videoda 3 sekundni qiziqarli qilish kerak. Har bir mahsulotingizni o'zingiz reklama qilib sotishingiz kerak. Har doim videoda har xil qilib olib ko'ring va ijtimoiy tarmoqlarga joylang. TikTok, Instagram, Facebook orqali, target orqali qilib sotsangiz ham bo'ladi. Har bir mahsulotingizni eng chiroyli joylarini, eng shirin joylarini birinchi qo'ying. Agar siz o'zingizni yuzingizdan uyalsangiz, bilasizlar, Info Asia doim o'zini qo'lida orqali olib chiqadi va videolari topga, redga chiqqan. Siz ham shunday qilib sotsangiz bo'ladi. Misol uchun, mahsulotni shu orqali, qo'lingiz orqali sotsangiz ham bo'ladi. Reklama qilasiz, eng shirin joylarida, toshka, nuqta, virgullarcha aytasiz. Iloji bo'lsa mahsulotni, bitta sifatli mahsulot, bitta sifatsiz mahsulotni ko'rsatib bersangiz ham bo'ladi to'r orqali. Siz shunda o'z tovarlaringizni sotasiz. Doim videolaringizni qo'yib boring kanalga. Kuniga kamida bitta video qo'yishingiz kerak bo'ladi. Do'koningizni ochdingiz, mahsulotingiz turibdi, sota olmayapsiz. Обязательно bugunmi, ertami demay, bugundan boshlangda reklama qilib o'z mahsulotingizni soting. Shunaqa qiziqarli videolarni o'tkazib olmaslik uchun bizga podpiska qo'ying va like tugmasini ham bosib qo'ying. Kommentariyaga o'z fikringizni qoldiring.